Assalomu alaykum hammaga. Buxoro viloyati Donfen Buxoro avtosaloni obunachilari, kuzatuvchilari va yaqin oilamiz a'zolari deb ataymiz. Mana bugungi obzorimizda benzinlik variantlarimizdan bo'lgan Donfen Ailus Shine avtomashinasi haqida to'liq obzor qilib o'tamiz degan ma'noda aytmoqchiman. Xo'p, deylik, Donfen Ailus Shine avtomashinamiz sedanlar qatorida 1.5 dvigatel 1.5 atmosferli motor hisoblanib, yaponskiy Honda motor bilan jihozlangan. Ya'ni deylik, Donfen zavodining o'zi Xitoy, motor yaponskiy, ya'ni qo'shma korxona asosida ishlab chiqariladi. O'zimizda ya'ni Sirdaryo, Guliston, Asaka Motors'da zborka qilib, ya'ni yig'ib sotuvga chiqariladi shu kecha kunduzda. Donfen Ailus Shine avtomashinamiz rasxodi, benzin rasxodi 4,5 litrni trassada 4,5 litr rasxod qiladi. Benzin shahar ichida esa 5, 6,5, maksimum 7 litrgacha rasxod qiladi. Ya'ni gazovat qilib bosgan variantizda, shunaqa variantda. Avtomashina ko'rinishidan ancha o'zining xarakteriga ega, deylik, sportivniy ko'rinish. Hozir operatorimiz chiroyli o'zlari ko'rsatib beradilar. Salon qismiga kelsak, o'sha o'zini multirul, elektron tablo, monitor, avtomat robot korobka, perforatorning ekogo'ja, sportivniy sideniya, ya'ni deylik, shunday o'tirgan paytingizda haydovchini o'zi quchoqlab oladi. Sportivniy sideniya to'liq komplektatsiyada tayyorlab qo'yilgan. Beskulchovi do'stlarga nisbatan 360 kameralari bor. Ikkinchi qatorlarni ham bir qator ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qatorda ham отдельный klimat kontrol, keng salon, o'sha perforatorning ekogo'ja bilan joylashgan panorama, lyuk variantlari. Orqa ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib o'ting. Orqa ko'rinishiga ham заводской spoiler, как Donfen brand, Ailus Shine. 4 gulishdan iborat. Faralari monoqosh yoki LED o'zining ko'rinishiga ega bo'lib turadi. O'z bagajni ham bir qator ko'ramiz. Xo'p, bagaj kengligi 274 litr bagaj sig'imini tashkil qiladi. Ancha kengroq. Metan, propan qo'ysangiz ham bo'ladi. Metanda ham juda ekonomичный, ya'ni qo'ysa bo'ladi. Ile undan tashqari o'zini zavodskiy qo'shimcha taqsimotlari. Ana bu o'sha Ailus Shine'ning oldi ko'rinishida faralari LED farada bo'lib turib, ya'ni bir chiziq lazerli va avarinkalar yonib turadi. Uzoqdan ko'ringan paytda tumanka faralari yoki yana lazerli faralar bilan birga ko'rib ishlatishingiz mumkin. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon qismiga hozir sizga aytganimdek, ya'ni deflektorlar, BMW deflektor, karbonoviy tarpeda xromlashtirilgan, ancha mustahkam qilib tayyorlangan. Заводской start-stop, display, monitor, elektron tablo. Mana shunday holatda avtomat robot korobka, ya'ni 360 gradus kameralari ham mavjud. 2D, 3D qilib ishlatsa ham bo'ladi. Ya'ni 3D qilgan ma'noda operatorimiz sizga ko'rsatadi. Krugovoy 3D, ya'ni 3D qilib ko'ramiz. Krugovoy mashinani polni 360 gradus atrof bilan polni kuzatsa bo'ladi-da. LED provizorni qilib shunaqa ma'noda. Qo'shimcha funksiyalari mavjud. Avtomat robot korobka, bu 7 pog'onali bo'lib turib, keyin elektron ruchnik, podstakanlik barlar mavjud. Koja karbonoviy elementar nar brendiga moslashtirilgan koja. Deylik, mana bu yerda ikkita qavariq signallar bor, bu ushlab o'tiradi. Avtomatik keyin lyuk qismini bir qator ko'rib chiqishingizni so'rayman. Elektron lyuk avtomatik ochiladi, yopiladi. Shine avtomashinamiz 16 diska balonlar razmerlarida jihozlangan. O'zining, ya'ni sportivniy qora rangdagi saka diskasi mavjud, Ailus brendiga munosib, chiroyli, ya'ni xarakterga ega bo'lgan. To'liq harakatlanadigan, benzinda harakatlanadigan sedan variantimiz, ya'ni sport karimiz. Bu atmosferni aytib o'tganimdek atmosferni hisoblanadi. Trassada 4,5 litr, cruise control bilan 4 litr ham rasxod qiladi. 4 litr benzinni ham rasxod qiladi. Xo'p, elektron ruchlik
climate control, adaptive cruise control, auto hold funksiyalari ham mavjud. Hozir kecha kunduzda, ya'niki avgust oyida chegirmalarimiz hozir kecha kunduzda narxi 221 million so'mdan tashkil qiladi. Rassrochkasi bor, ya'niki halolnasiya, ya'niki avtomashina o'zini tan narxini bo'lib to'lash variantimiz ham bor. Ya'niki halolnasiya bo'lib to'lash variantimiz yoki skidka narxida, siz naqdda yoki avtokredit variantlarimiz ham bor. Skidka narxida 21 million so'm arzon, ya'niki 199 million 900 ming so'mga xarid qilib olishingiz mumkin. Agarda sizda qanaqadir minib yurgan avtomashinangiz ham bo'lsa, trade-in, ya'niki baholab olish xizmatimiz yoki barter qilish xizmatimiz ham mavjud. Agar boshqa viloyatdan keladigan bo'lsangiz, gostinitsa xizmatlarimiz bor, ya'niki deylik, kutib olish xizmatlarimiz bor. Undan tashqari test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Ne tolqa Dongfeng Shine yoki barcha gibrid, elektro yoki 5 yillik, 7 yillik xohlagan 12 turdagi modellarimizni, o'zingizga yoqqan modellarimizni xohlagan ranglarida, xohlagan bejeviy kuzov salonlarida o'ziga mos qilib test drive qilib, haydab ko'rib, bonuslar bilan birga olib, xarid qilib olishingiz mumkin. Manzilimiz Prezident rezidensiyasi yo'lida joylashgan. Vlad, ya'niki Sharq ketaverishda Gazishoh yo'lida Vlad Auto City'da joylashgan Dongfeng Buxoro avtosaloni. Quyidagi manzillarimizni va raqamlarimizni biz joylab qo'yamiz. Albatta telefon qiling. Operator xizmatlarimiz, call operatorimiz 24/7 mavjud. Qanaqangi to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsak, bizga bog'lanasiz va shunga qarab xabarlashamiz.